Ha, tayyormiz. To'xtay, tayyormiz. Davay. Oba. Uyda yotsangiz deb. Yotsangiz, kayfiyat somsa kezi. Kayfiyatni ko'tarib. Bo'ldi. Bir ogohlantirib qo'ying. Ogohlantirib qo'ying. Aka tushyapti. Voy, mana. Davay. Suvligini qarang mana aka. Oba. Surtinchisi. Tandirdan hozir uzilib tushyapti. Bo'ldi. Yana bitta tushyapti, yana bitta. Olib turinglar. Davay. Bering, ushlab turaman aka. Siz sekinlik olasiz, siqqina, ha? Oba. Oba, gap yo'q lekin mana bu somsani qarang. Yerni tagida barra naklivat qilib, somsa ish kayfiyat. Xudo xolasa. Bugun zavtrak deysiz, endi to'g'rimi? Ha, bizga zavtrak endi bu. Suv choylari bilan. Qani, Yo'q, ehtiyot bo'ling. Chiqayotganini oxirgi sizlarda, oni. Bo'ldi. Mana suv turli choylari bilan. Qochaman. Keyin yana yo'q. Hozir 5 minut choy ichib olaylik, mana choy. O'zi peshanadan teri oqib turgani yetmaganda mana bunaqa tepadan issiz somsalarni tushirib olishdi. Endi ozgina nosho bo'ldi, hech nima qilmaydi, mayli. Mana ushoqlari bilan turibdi. Ushoqlari bilan turibdi. Ma'mulaga nima deysizlar endi? Biz o'zimizga sharoit yaratib olganmiz. Xudo xolasa, mevali bilan. Uchinchi gasinsalarda ham yo'q. Gasinsalar ham unaqa, yo'q. Yerni tagida sharoit qildi. Suv choyga nima deysiz? Yoki choyli damlab olib cho'ganmiz. Bismillah. Bismillah, tutuni chiqib turibdi aka, choyi ham qayno. Gap yo'q lekin. O'ylashni nomera deydi. Yashayapmiz, aka, yashayapmiz lekin. Zo'r. Qampamda qilib, suv choyliga nima deysizlar endi? To'g'ri. Ochaversinlar.